bilimdan buyuk g'alabalarga sari. Har bir buyuk kelajakning o'z boshlanish nuqtasi bor. Kim uchundir bu birinchi kitob, kim uchundir esa ilk ustoz, yana kim uchundir o'z orzusiga ishongan birinchi qadam. Ammo buyuk natijalar tasodifan yaratilmaydi. Ular bilim, mehnat, intilish va ishonch bilan bunyod etiladi. Ana shunday ezgu maqsadlar sari dadil odimlayotgan maskan Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Buxoro filialidir. Bu yerda har bir kun yangi imkoniyat, har bir dars yangi kashfiyot va har bir o'quvchi esa kelajakning umidi. Bizning maktabimizda ta'lim faqat bilim olish bilan cheklanmaydi. Bu yerda o'quvchi fikrlaydi, izlanadi, yaratadi va eng muhimi o'z kuchiga ishonishni o'rganadi. Chunki bizning maqsadimiz shunchaki yaxshi o'quvchi emas, katta maqsadlar sari intiladigan shaxslarni tarbiyalashdir. Bugun esa mehnatning natijalari bor. Maktabimiz yaqindagina foydalanishga topshirilganiga qaramasdan, o'quvchilarimiz STEM fanlari hamda Al-Xorazmiy olimpiadasining viloyat bosqichida 4 ta o'rinni qo'lga kiritishdi. EcoSchool loyihasining barqarorlik yo'lida mening maktabim tajribasi mavzusida videoroliklar tanlovida Buxoro shahar maktablari ichida faxrli birinchi o'rinni egalladi. 7 nafar o'quvchimiz ona tili, 1 nafar o'quvchimiz biologiya hamda 2 nafar o'quvchimiz ingliz tili fanlaridan milliy sertifikatlarni egallashgan. Lekin biz uchun bu raqamlarning har biri ortida alohida bir hikoya bor. Fan o'qituvchilarimizning barchasi oliy toifali hamda o'z fanlari bo'yicha milliy sertifikatga ega. Maktabimiz direktori Boltayeva Qambar Abdullayevna ingliz tili fanidan til bilish sertifikatiga ega bo'lib, barcha shogirdlarga namuna bo'lib kelmoqdalar. Bir o'quvchining orzusi, bir ustozning mashaqqati, bir oilaning ishonchi va butun jamoaning mehnati. Biz kelajakni kutmaymiz. Biz uni bugun bunyod etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.